Assalomu alaykum. Siz Factnova kanaldasiz. Bugun siz bilan ko'pchilik bilmaydigan 6 ta hayratlanarli faktni bilib olamiz. Ishonchim komilki, kamida bittasi sizni hayratda qoldiradi. Unda videoni oxirigacha tomosha qiling va boshladik. Birinchi fakt. O'limlar sakkizoyoqlar uxlayotganda rangini tez-tez o'zgartirishini kuzatishgan. Tadqiqotchilar bu ularning tush ko'rishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb hisoblashadi. Bu hali to'liq isbotlanmagan, ammo ilmiy kuzatuvlar juda qiziqarli natijalarni ko'rsatmoqda. Ikkinchi fakt. Kenguru orqaga yura olmaydi. Kenguruning dumining tuzilishi va kuchli orqa oyoqlari sababli u orqaga yurishga deyarli qodir emas. Shu sababli kenguru Avstraliyaning gerbida oldinga intilish ramzi sifatida tasvirlangan. 3 fakt. Akulalarda suyak bo'lmaydi. Akulalarning skeleti suyakdan emas, tog'aydan tashkil topgan. Bu ularni yengilroq qiladi va suvda tezroq harakatlanishiga yordam beradi. 4-fakt. Kapalaklar oyoqlari bilan ta'mni sezadi. Kapalaklar ovqatni og'zi bilan emas, oyoqlari orqali tekshiradi. Ular gulga qo'nganda oyoqlaridagi maxsus retseptorlar yordamida o'simlikning shirin yoki mos ekanini aniqlaydi. 5-fakt. Asalarilar raqsga tushadi. Asalari yangi gulzor topganda uyasiga qaytadi va o'ziga xos raqs tushadi. Shu raqs orqali boshqa asalarlarga gul qaysi tomonda va qancha uzoqlikda joylashganini ko'rsatadi. Bu tabiatdagi eng murakkab aloqa usullaridan biridir. 6-fakt. Samolyotga chaqmoq uradi. Zamonaviy samolyotlarga yiliga o'rtacha 1 yoki 2 marta chaqmoq urishi mumkin, ammo bundan qo'rqishga hojat yo'q. Samolyotlar shunday ishlab chiqilganki, elektr toki tashqi qismidan o'tib ketadi va yo'lovchilarga zarar yetkazmaydi. Videomiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Sizga eng yoqqan fakt qaysi bo'lganini izohlarda yozib qoldiring. Agar shunday qiziqarli faktlarni o'tkazib yubormoqchi bo'lmasangiz, Factnova kanaliga obuna bo'ling. Keyingi videoda yanada hayratlanarli faktlar bilan uchrashamiz. Xayr.